Instagramda 2 bosqichli parolni qanaqa qilib o'chirishni o'rganamiz. Buning uchun Instagram profilimizga o'tamiz va tepa o'ng burchagidagi menuni bosamiz. Bu yerdan Center accounti bo'limiga o'tamiz. Parol и безопасность bo'limiga kiramiz. Bu yerda parollarni, 2 bosqichli parollarni va boshqa akkauntning xavfsizligiga oid bo'lgan narsalarni boshqarishimiz mumkin. Bizga keraklisi hozir двухфакторная autentifikatsiya bo'limi kerak. Mana shunga kiramiz. Endi bu yerdan bizga Instagram tanlaymiz, Facebookni emas. Facebookka ham alohida yoqilgan bo'ladi, Instagramga alohida. Hozir Instagramni o'chiramiz. Instagram tanlaymiz akkauntimizni va bizda tepadagi bo'limlarda ikki bosqichli parol usuli yoqilgan. Mana bu yerda SMS yoki WhatsApp. Ya'ni biz boshqa qurilmadan akkauntimizga kirmoqchi bo'lsak, bizdan yana ikkinchi bosqichli parolni ham so'raydi. O'sha paytda bizga SMS qilib yoki WhatsAppdan kod jo'natadi. Ana o'sha kodni kiritgan holda Instagram profilimizga kirishimiz mumkin bo'ladi, aks holda yo'q. Hozir bizda SMS va WhatsApp usullari yoqilgan. Mana shuni o'chirishimiz uchun mana shu birinchi bo'lim tanlaymiz. Ya'ni bu yoniq turibdi hozir. Buni o'chiramiz. Buning uchun mana bu yerda cookda yoniq turibdi, Tumblr. Buni o'chirishimiz kerak. Pastda esa nomerni o'zgartirsak ham bo'ladi, deyapti. Ya'ni nomeringiz o'zgargan bo'lsa, o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Hozir biz Tumblrni o'chiramiz. Ustiga bosdik. Endi bizdan so'rayapti, haqiqatan ham o'chirmoqchimisiz deyapti. Cook tugmani bosish orqali 2 bosqichli parolni o'chirishimiz mumkin. Yoki отменani bosib orqaga qaytsak ham bo'ladi. Выключitni bosasiz va 2 bosqichli parol o'chadi va akkauntingizga boshqa qurilmalardan faqat bir marta parol kiritgan holda kirsangiz bo'ladi, o'zingiz parolingizni kiritgan holda. Menimcha tushunarli bo'ldi. Orqaga qaytamiz. Agar sizda maxsus Google autentifikatsiya ilovasi bo'lsa, uni ham ustiga bosib, uni ham xuddi shunaqa qilib o'chirsangiz bo'ladi. Hammasi oddiy va oson. Menimcha tushunarli bo'ldi. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlar bo'limida yozib qoldirishingiz mumkin, javob berishga harakat qilaman. Do'stlar, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying, tanishlarga ulashib qo'ying va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha